35 yil mobaynida mustaqillik davrida Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida davlatlar miqyosida barcha masalalar hal qilingan. Tegishli dolzarb masalalar yuzasidan bir necha shartnomalar, bitimlar, kelishuvlar, memorandumlar tuzilgan. Men bitta narsani ishonch bilan aytishim mumkinki, Markaziy Osiyo davlatlari orasida davlatlararo muammo yo'q. Bir paytlar chegaralar, suv resurslaridan foydalanish va boshqa shunga o'xshagan bir masalalar bor edi. Mustaqil bo'lganimizdan keyin o'zimizning hududimizga o'zimiz egalik qilish huquqi paydo bo'ldi. SSR davrida ittifoqdosh respublikalarning chegaralari nisbiy maqomga ega edi. Mustaqil bo'lgandan keyin endi u to'la huquqqa ega bo'ldi. O'zini chegarasiga ega bo'lish kerak mustaqil davlat. Ana shu nuqtai nazardan qaysidir muammolar kelib chiqdi. Lekin buni prezidentimiz Shavkat Miromonovich rahbarligida keyingi 10 yilda bu masala ijobiy hal qilindi.